Har doimdek ko'pchilik obunachilarimiz tashqi fasadi bilan ko'rsating deganlar uchun anaqa 8 qavatli Novostroyka domida 7-qavatdan umumiy maydon 64 metr kvadratdan iborat 2 xonalik xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Manzil Buxoro shahar Kriti savdo majmuasi. Xo'p, aytib o'tganimizdek 8 qavatli yangi ishli dom, 7-qavat. Liftlari, gazlar, svitlari, suvlar hamma narsasi bor. Kirganimizdan perxojini qismini ko'rishimiz mumkin. Ko'rinib turgan ba'zi bir jihozlar qoladi, ba'zi biri esa ketadi. Narxini boshida aytaman, narxi 16900 dollar so'raladi. Kirganimizdan perxojini qismi juda ham katta va keng. Alohida o'zi perxojga to'p tarafdan uzun yo'lak qilinib, kuxonniga naborlarni terib, bu joyda ovqatlanish uchun zona tashkillashtirib qo'yganlar. Bu joyda mana bu muzlatgichimiz ketadi. Xo'p, bu uyimizda esa mana bu konditsionerimiz ketadi. Mana birinchi xonamiz. Tizimi bu konturli kotel. Xo'p, buni lokatsiyasini qaranglar. Kudik. Bu tarafimizda esa Kriti savdo majmuasi Mega Market. Joyiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. O yoqda laminat, ana bunaqa chiroyli eshiklar bilan birgalikda. Ana bu joyda esa ikkinchi xonamiz. Ikkinchi xonamiz ham juda ham katta va kenggina, radiatorlar qo'yilgan. Devorlarda super mo'yshaboylar, dubayskiy mebellar. Mebellari qoladi. Ana bu joyda chiroyli hayting ustidagi eshiklarni ham ustunovka qilib qo'yibdilar. Rostini aytaman, uy juda ham chiroyli. Ana bu joy esa samosul qismi. Samosulimiz zapatatga to'liq kafiltirilgan kir yuvish mashinasi ketadi. Yaxshi smestitel aristonlarni ham ustunovka qilib qo'yibdilar. Suvni napolni ko'ramiz. Suv ta'minotdan muammo yo'q, xudo xolasa. Xo'p. Narxi 46960 dollar so'raladi. Manzil Buxoro shahar Kriti savdo majmuasi deysizlar. 8 qavatli Novostroyka domni 7-qavatda 14 metr kvadrat. Ketadigan narsa kir yuvish mashinasi, xolodilnik, xo'p, konditsionerlari ketadi. Qolgan barcha jihozlar qoladi, xudo xolasa. Kesalaring ozmoz savdosi bor. Taklif bizdan, tanlov sizdan. Tashqi fasadidan ko'rsating deganlar uchun maxsus video. 8 qavatli Novostroyka domni 8-qavatdan bir xonalik umumiy maydoni 40-45 metr kvadratdan iborat xonadonimiz sotuvga chiqadi. Ana bu tashqari atmosfera. Manzil keladigan bo'lsak, manzil Buxoro shahar Kriti savdo majmuasi deb kelasizlar. Xo'p, 8-qavatgacha bemalol liftimiz chiqadi. E'tibor berasizlar, tepasi kam plita ham krisha qilingan. Bismillahirrohmanirrohim. Inshaalloh kamga hammaga shunaqa kvartira nasib bo'lsin. Kirganimizda juda ham keng va katta bo'lgan perxojini qismi, perxojini shkafi juda ham chiroyli ustidan qo'yilgan. Sanuzolimiz, birinchi xonamiz va kuxnyamiz. Kelaylik, kuxnyaga bitta ahamiyat beramiz. Ko'rinib turgan barcha jihozlar qoladi. Gazdan, svetdan, suvdan muammo yo'q, ishlabgina turibdi. Настольный gaz plita, vitishka hamma narsa qo'yilgan. Suv ta'minotini ko'ryapsizlar. Issiqlik tizimini berish uchun yana bu konturli kotellar ham mavjud ekan, hurmatli obunachilar. O yoqda tepki qilingan, to'liq. Juda ham chiroyli svetlar tanlangan. Menga lekin rosa vaqtda sanuzolda juda ham chiroyli chiqqan, nejligina, to'liq kafil qilingan. Suv darinasi. Suv kirish uchun ko'rishlarim mumkin aristonlar qo'yilgan. Ichki eshiklar ham ahamiyat berasizlar, juda ham chiroyli haytik ustidagi eshiklar qo'yilgan. Uyimiz 100% cho'p bo'lma qiziydi. Ana bu yerda konditsionerlar ham ustunovka qilingan. Hurmatli obunachilar, manzil Buxoro shahar Kriti savdo majmuasi 8 qavatli Novostroyka domi 8-qavatda narxi 34760 dollar so'raladi. Faqat naqd pul evaziga xarid qilasizlar. Taklif bizdan, tanlov sizdan. Like va obuna bo'lish esingizdan chiqmasa, yaqinlaringizga videomizni jo'natib qo'ying. Xo'p, hurmatli obunachilar, to'g'rimizda Navoiy maktabi, O'zagro sug'urta, bu tarafimizda esa ko'pchilik biladi, Mega Marketga qarab ketamiz. Ya'ni Samarkandskiy yo'li severniy taraf yurishimiz mumkin. Aynan shu territoriyada anaqa 3 qavatli ishli domni 2-qavatdan xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Xo'p, kvartiramizni ichki obzorini boshlasak, uyimiz umumiy maydoni 42 metr kvadratdan iborat tayyor patkulech xonadon. Bir xonani 2 xonalik kvartira sifatida foydalanyapti uy egalari. Ana bu birinchi xonamiz, ya'ni zalimiz, konditsionerlar mavjud. Chiroyli mebellar qo'yib qo'yibdilar. Avalon konditsioner ekan, konditsionerlari ham. Devorlarda super mo'yshaboylar, yoqda to'liq laminat qilingan. Ko'rinib turgan barcha jihozlar qoladi. Narxi 39760 dollar so'raladi. Naqd pul evaziga xarid qilib olasizlar. Ana bu joyimiz, sanuzolimiz to'liq kafil qilingan, kir yuvish mashinasigacha mavjud. Akkuratli holatda ishlatilgan hamma narsalari. Ana bu joyimiz esa как spalni qilganlar. Mana. Tepalarida tijnoy qilingan ekan. Radiatorlar ustunovka qilingan. Ana bu joyda esa ko'rishlaringiz mumkin, balkonga kuxnyani chiqarganlar. Issiqlik tizimini dual konturli kotel beradi. Kotellarni ham joylashtirib qo'yibdilar, adashmasam. Mana shu yerda bo'lish kerak, ana. Shu yerda ekan. Gazdan, svetdan, suvdan vobshim muammo yo'q. Yo'l ustidan birinchi liniyada joylashgan. Manzil Buxoro shahar, vokzal deb kelaverasizlar. Narxi 39760 dollar so'raladi. Taklif bizdan, tanlov esa sizdan. 8 qavatli yangi ishli domni 5-qavatda biza umumiy maydoni esa 55-57 metr kvadratdan iborat bo'lgan xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar.
Manzilga keladigan bo'lsak, manzil Buxoro shahar, Kriti. Va eng qimmat deb kelsalar ham bo'ladi, ko'pchilik biladi, eski piv zavodilar ham bo'veradi. Ana bu joyda alohida savdo qismlarimiz gazdan, svetdan, suvdan umuman muammosi yo'q, to'liq kafil qilingan. Ana bu joyda hojatxona qismi to'liq kafil qilingan. Kirganimizda juda ham katta va keng perxojniy qismini ko'rishimiz mumkin. Perxojniy shkaflari bemalol sig'adi. Ana bu joyda zalimiz, spanimiz va kuxnyamiz. Kuxnyaga o'tib olamiz. Kuxnyamizni ham ko'rishimiz mumkin. Devonlar mo'yshaboylar, yo'qdaylar, to'liq laminat qilingan, issiq tizimi uchun bu konturli kachel qo'yilgan. Fartuklarni ham terib qo'yibdilar. Faqat o'zlaringning kuxniy naborlarini uстановка qilib olasizlar. Tepalari natijnoy qilingan ekan. Ana bu joy esa kattalar yotoqxonasi, o'zi aytayotganimizda 2 xonalik uy. Mana bu joy esa zalimiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, juda ham chiroyli pardalangan, turetsiz radiatorlar uстановка qilingan. Ana bu zal qismi sepalari gipsakarda va natijali o'rniga ishlovga berilgan. Manzil Buxoro shahar, Kriti va Inkamat deb kelasizlar. 8 qavatli yangilanishli domni 5-qavati, umumiy maydon 55-57 metr kvadratdan iborat. Narxi 46960 dollar so'ralibdi. Faqat naqd pul evaziga xarid qilasizlar. Sentr joydan uyquda yurganlar diqqatiga aynan sizlar uchun maxsus taklif Buxoro shahar Kriti savdo majmuasini oldiginasida joylashgan 8 qavatli Nasriy domni 5-qavatda umumiy maydon 85 metr kvadratdan iborat ikki taraflama proyektlik xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Narxi esa 83960 dollar so'ralyapti. Albatta naqd pul evaziga xarid qilasizlar. Arziydimi, arzimaydi, buni sizlar hal qilasizlar. Albatta kechalaring savdosi bor. Lekin rostini aytaman, juda ham chiroyli chiqqan, juda ham bir san'at asarini yaratib qo'yibdilar. Ko'rinib turgan barcha jihozlar quriladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ana birinchi xonamiz. Juda ham nejnigina aboylar tayyorlangan. Yaxshi oyoqdagi gilamlar laminatda qilingan. Oyoq devorlar esa super mo'ysha aboylar. Ana bu birinchi xonamiz. Restoratsiyalarga baho berasizlar. Podzakas eshiklar. Ana bu joyda esa kattalar yotoqxonasi ham ko'rasizlar. Juda ham katta va keng. Anaqa podzakas mebellar zakaz qilingan, radiatorlar uстановка qilingan. Ana bu joyda esa отдельно dekorativ ishlovlar berib o'ralgan. Lustraga nima deysizlar? Har bitta narsa juda ham bir-biriga mos tushgan. O'zini ko'rishlari mumkin. Kattalar yotoqxonasida alohida bo'lgan sanuzliga ham ega ekan. Menimcha narxiga arziydi deb o'ylayman. Bu meni fikrim albatta. Hamma o'zining fikrini bildirish bemalol mumkin. Ana bu esa ikkinchi sanuzol qismini ko'rishimiz mumkin. To'liq kafel qilingan, dapatovka. Xo'p, ana bu joyda juda ham katta va keng bo'lgan hashamatli zalimiz. Zalimizda ham ko'rishlari mumkin. Devorlarda attachment uslubidagi aboylardan yopishtirib qo'yibdilar. Chiroyli pardalar bilan birgalikda. Hop, tashqari atmosferani ko'radigan bo'lsak, albatta Shinoqona yo'l ustidan birinchilikdan Kriti savdo majmuasi ko'rinadi. Hurmatli obunachilar, konditsionerlar joylar tashlab o'tilgan. Ana bu joyga esa zona tashkillashtirib qo'yibdilar. Inshaalloh kamida hammamizga shunaqa uylar nasib qilsin. Ana bu joy esa albatta har bitta uy bekalar orzu qiladigan kuxnya qismini ham ko'ryapsizlar. Uzunasi 7 metr bo'lsa, 7 metrga dapatalka qilib, to'liq qilib kuxniy nabor uстановка qilganlar. Yangi kir yuvish mashinasi, xolodilniklari, gazdan, svetdan, suvdan muammo yo'q. Kamiga esa o'zini anaqa ochiq balkoniga ham ega. Hurmatli obunachilar, tashqari atmosfera просто bomba. Manzil Buxoro shahar, Kriti savdo majmuasi deb kelasizlar. 8 qavatli Novostroyka domni 5-qavatda biza narxi esa 83960 dollar so'ralyapti. Taklif bizdan, tanlov sizdan. Sentr joydan uyquda yurgan yaqinlaringizga videomizni jo'natib qo'yasizlar degan umidda biza.